Mana arilar. Mana shu yig'ildi mana ari. Hozir sekin yig'ib olamiz shuni. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Eng qizig'i oldinda. Mana arimiz qochyapti ekan. Sizlarga ko'rsatmoqchiman shuni. Mana shu mayda-maydalar arilar bo'ladi. Hozir bizning planimiz bo'yicha qayergadir qo'nish kerak bular. Qo'nsa keyin biz uni olamizda mana bu yashikka solamiz. Mana. Prosta biz vazifamiz hozircha bularga qarab turishimiz kerak. Qatga qo'nadi. Menimcha ana shu bodomlarga qo'nsa kerak. Nimagaki u pastlab uchyapti shu yerlarda. Ashlarda. Osmon to'la ari. Ularda qochishning sababi onasi ikkita bo'lib qolgan. Shuni hisobiga bitta ona uchib chiqib ketgandan keyin yashikda ichidagi yarim ari shunday uchib chiqib ketadi. O, ketib qolyapti. Qarab ketyapti-da. Qarab ketyapti. Tepada-da ona. Tepada. Sal pastlasa ham u 3-qatorda bodam tepasida aylanayapti hozir. Qani tursa endi, ona qo'limizdan hech narsa kelmaydi hozir. Ana. Arisha. Arlarda qirolichasi. O'tib ketdi ari baqa. Mana shu aylanayapti. Mana shu o'zimizga. O, daraxtlar baland u, nima chegarada? Qani shu yerga qo'nilsa yaxshi bo'ladi. Keladi hozirda. O, qarang, pastlar ham gavjum bo'lib qoldi-da. Pastga shu o'rikka qarab ketyapti. Ana shu bodomga qo'nsa A'lomi. yanada yaxshi. Menimcha o'rikka ketyapti. O'rikka. Bo'ldi, tushunarli. O'sha yerda ko'payapti. Qani borish shu yerga sekin. Qani. Men 29 ta podpисчигimga buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Loyihalarga suv qo'yib qo'yganmiz. Hozir 5 minutda hal bo'ladi. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'q mana? Mana aralar. O'sha yerga qatgadir qo'nish kerak bular. Videoni o'tkazib bormanglar. Eng qizig'i oldinda. Bo'ldi, o'rikka qo'nar ekan. Narlar. Mana pastlar ham ko'rinyapti degan umiddaman sizlarga. Mana havaji ari. Misol, ana shu ari. Olsa bo'ladi ona. Shu o'rikda yonida gavjirlab yuribdi-da, ko'ramiz hozir. Shu o'rikka qo'nadi, adashmasam. Eng asosiysi onasi uchib yuribdi. Onasi uchib yuribdi hozir mana shu tepada. O, qaldirg'ochlar ham keldi lekin. O, qaldirg'ochlarga bayram. Agar onasi tajoyga shunday qo'nsa, qolganlari onani himoya qilish uchun orqasini sirazi o'rab olib qo'nadi hammasi. Keyin biza 2 soat yoki 3 soat vaqtimiz bor. Sirazi suv sepilsa ari yanada bitta joyga jipslashadi. Bitta joyga jipslashgandan keyin sekin tepaga chiqib o'sha daraxtning ozgina qismini qirqib olamiz. Mana qaldirg'ochlar keldi. Mana pastlar. Qani ovozi eshitladimi yo'qmi? Arilarni ichiga kirishga harakat qilaman. Chaqmaydigan bittaman.
arilar. Videoni sal o'tkazib yuboraman. Hozir qo'ni bo'lgandan keyin yana videoga olishga harakat qilaman. Kuzatishda davom etinglar. Tak. Mayli-da, ona bu ko'paygani ham bir boylikda. Ana arichlarni ko'rsatib qo'yay sizlarga. 14-arim. Mana u chetga qo'nadi hozir. Ozgina sabr qilinglar. Kuchlilari chiqib ketadi-da. Ana. Misol shu arin narxini aytadigan bo'lsam, bir paket narxi hozirgi kunda 300 ming bo'lyapti. Mana shu yerga qo'ngandan keyin shuni olib, birontasi yashigini olib kelsa, solib bersak, ana shu 300 ming bo'lar ekan. Yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana masjidga qo'nyapti. Mana shu vijir-vijir qilgan hammasi ari bo'ladi. Qo'nda? Mana masjidga qo'nyapti. Hozir shu yerda 1 yo 2 kilo ari bitta joyga to'planadi hammasi. Bo'laveradi, zo'r joyga qo'ndi. Bo'laveradi, yo'q. Eng asosiysi kichikroq shoxga qo'ndi, ona. Kichikroq shoxga qo'ndi. Mana. O'rtoqlar, tijiga qo'nish naqasi. Sizlarga ko'rinyaptimi, yo'qmi, bilmadim. Mana shu yerga mana shu qorayib turgan arilar bo'ladi mana. Jinday qo'yasana. Iloj bo'lsa kuchka bilan suvab kelgin. Mana. Ya'ni yomg'irga o'xshatib bunday qilsak tezroq. Mana shu yerga qo'ndi. Hozir biz shotini olib kelamiz. Mana. Shotni olib kelib turib, sekin shoxlarini qirqib qopga solamiz. Shu kimga toza asal kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Furqat tumani. Tak. Loyalarga kecha sovab qo'yganmiz loyalarni. Odamlar. Suv sepish jarayoni. Suv sepildimi, bular yomg'ir yog'yapti deb hammasi bitta joyga jipishadi. U fursatdan foydalanib kimgadir kulgili bo'lishi mumkin. Suv sepib, bironisi tog'rami, paxirmi gumillatsa, yomg'ir, keyin chaqmoqda bitta joyga jiplashadi bular. Biz boshladik. Boshladim. Sekin uzatalamizmi? Ha. Mana arini olyapti. Men qarab qopda borib shu yerga qo'ysang bo'lmasmidi uni? Toppa tez ursa bo'ldi. Azbek, to'kilib ketadi hozir ari. To'kilib ketmasin deyapti. Toppa tez ursa bo'ldi. Azbek, men qopni shu yerga kigiz. Qopni kigizgan uni aqrasa. Shalpat yerga tushadi. Mana. Ayni o'zi chiqsin bo'lmasa. Mana. Boravering siz. Tashlavering yerga. Tasha. Turasizmi shu? Menga. Nega qaraganda o'g'lim? Men shu yerga chiqib olib turib, sekin nimani uchini bitsan qil. Keyin qopni kigiz. Bunday kigizib ushlab turib keyin qirqdimda uni. Men yondagi shoxga ketyapti, ona, tushunyapsiz? Ha, endi bitta qimillasang hozir lekin dur to'kiladi-da u. Yana ham siljitay bo'larkan. Seni qiynadik. Men ham chiqsam bo'larkan.
Tashavarov. Kuydirib olsam hozir muammoda. Nimaga? Bislari. Bitta tepada turgan odam o'zi biladi-da uni. Sani ham o'chini qirqasi. Turib olib nima qilib o'rmaydi. Men o'zim nima qilib bilyapman hozir. Siz kelagandan buni bola. Hech bo'lmaydi. Shuni qilib olsam kerak edi. Ha, o'chini qirqasi ketib Qirqma deyapsiz. Nima sormaydi. Bilganingcha qilib, o'zimizni arra. Biroq qushmaydi, so'kmaydi. Qirqib berib olsam bo'lmaydimi? Qimirlatmasdan bersang olishingiz mumkin. Semangat apa? Ini sindir olamaslik oladi. Ketmasa bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qaychida qilsam emasmi? Kiydirsam, yo'q, qonarqop yo'qmi? Olib kelayim qonarqop. Qonarqop bormidi? Endi qisqa-chini. Ketdi. O'ldim olchidi. Qani? Ichiga kirib ketdi. Taqqich oldidanmi? Ha, oldida. Endi simmek bezor bo'lyaptimi? Ay, olasizmi? Tutildi. Sekin olib chiqaveradi. Başla. Bo'ldi mana. To'g'ri ketaveraymi endi shu qadar? Hozir borib quyoshga solamiz buni. Hech qanday qiyin ish emas. Mana. Hop, qaraysiz. Ramka olib turing. Shu ramkani chekkaga qo'y. Shuni chiqatdi hamma shunga. Teshing berib qo'yingmi, ya? Ichidagini. Ha? Berib qo'yinglar. Hop.
Shuni qoqib tashlasa ham bo'ladi, shunga qoldirsa ham bo'ladi. Sigon bitta. Bitta chekana. Chekdi. Ana. Jim bo'lasana. Keyin. Vaqtda ona qolmadimi? Ona qolmasa ham kerak. Onasi tagida bo'ladi. Shu bilan videomiz tugadi. Like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa. Jannat ham bitta ish